Assalomu alaykum azizlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yil 22 avgustdan boshlab odamlar orasida shok o'zgarishlar bo'ladi. Hamma tayyorlansin, jarimalar boshlanadi. Hujjatlar o'tmay qoladi degan gaplar ko'payishi mumkin. Men bu videoda vahima tarqatmayman, lekin sizni ogohlantiraman. Agar odam o'z hujjatlarini, qarzlarini, ro'yxatdan o'tgan manzilini, bank kartalarini, kadastr va soliq masalalarini oldindan tartibga keltirmasa, bir kun kelib oddiy ish ham katta muammoga aylanadi. Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir haydovchiga, tadbirkorga, uy egasiga, ijarachiga, chet elga chiqadiganlarga, nafaqa yoki ijtimoiy yordam oladiganlarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men har doim murakkab qonuniy, moliyaviy va hujjat masalalarini oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Avval ko'p odamlar keyin qilaman, hali vaqt bor, hech kim tekshirmaydi, tanish orqali hal bo'ladi degan fikr bilan yashardi. Masalan, kimdir ID kartasini almashtirmay yuradi, kimdir doimiy yashash manzili boshqa joyda, o'zi boshqa joyda yashaydi. Kimdir mashinasidagi jarimalarni yig'ib qo'yadi, kimdir soliq qarzini unutadi. Kimdir uyini kadastrsiz yoki eski hujjat bilan sotmoqchi bo'ladi. Kimdir ijaraga uy beradi, lekin shartnoma qilmaydi. Kimdir bank kartasini qarindoshining nomida ishlatadi. Kimdir pensiya yoki nafaqa olish uchun ma'lumotlarni yangilamaydi. Endi nima o'zgaryapti? Eng katta o'zgarish shuki, tizimlar tobora raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat xizmatlari, banklar, soliq, kadastr, transport, jarimalar, kommunal to'lovlar, ijtimoiy yordamlar bitta-bitta elektron bazalar orqali bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Oldin bir joydagi muammo boshqa joyda ko'rinmasligi mumkin edi. Endi esa bitta kichik nomuvofiqlik ham boshqa xizmatdan foydalanish to'siq bo'lishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Masalan, siz uy sotmoqchisiz. Oldin faqat kadastr hujjatini olib borib, notariusda ishni bitkazishga urinardingiz. Endi esa uyda taqiq bormi, soliq qarzi bormi, egalar soni to'g'rimi, manzil mosmi, kommunal qarzlar bormi, meros masalasi yopilganmi? Bularning hammasi tekshirilishi mumkin. Yoki siz kredit olmoqchisiz. Bank faqat maoshingizga qaramaydi, balki rasmiy daromadingiz, kredit tarixingiz, qarzlaringiz, ijro hujjatlari, aliment yoki jarimalaringizni ham ko'radi. Shuning uchun 2026 yil 28 avgust sanasi atrofida qandaydir o'zgarishlar haqida gap ketganda, men odamlarga bitta narsani aytaman. Sizlardan qo'rqmang, tartibsizlikdan qo'rqing. Hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarzlaringizni nazorat qilsangiz, yashash manzilingiz, mulkingiz, bank va soliq ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz uchun hech qanday shok bo'lmaydi. Lekin hammasini oxirgi kunga qoldirsangiz, oddiy ariza ham muammoga aylanishi mumkin. Birinchi navbatda hujjat muddati tugayotgan yoki ma'lumotlari eskirgan odamlar tayyorlanishi kerak. Men ko'p ko'rgan holat, odam pasport yoki ID karta olgan, keyin familiyasi o'zgargan, turmush qurgan, ajrashgan, yashash manzili o'zgargan, lekin hujjatlarni yangilamagan. Keyin bankka boradi, notariusga boradi, davlat xizmatiga murojaat qiladi. Tizimda eski ma'lumot chiqadi. Natija nima bo'ladi? Ish to'xtaydi. Ertaga keling, avval ma'lumotni to'g'rilang. Arizangiz qabul qilinmaydi degan javob oladi. Masalan, Dilnoza opa 2021 yilda turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan, lekin ba'zi hujjatlari eski familiyada qolgan. 2026 yilda uy sotib olish uchun bankdan ipoteka olmoqchi bo'ladi. Bank tizimida daromad bir familiyada, ID kartada boshqa ma'lumot, nikoh hujjatida boshqa yozuv. Shu sababli jarayon 3 kun emas, 20 kunga cho'zilishi mumkin. Agar uy sotuvchi kutmasa, kelishuv buziladi. Mana oddiy e'tiborsizlik qancha zarar keltiradi. Ikkinchi guruh avtomobil haydovchilari. Agar sizda yo'l harakati jarimalari bo'lsa, avtomobilga taqiq qo'yilgan bo'lsa, sug'urta muddati tugagan bo'lsa, texnik ko'rik yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha muammo bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Raqamli tizim kuchaygani sari mashinani sotish, rasmiylashtirish, ayrim xizmatlardan foydalanish paytida barcha qarzdorliklar yuzaga chiqadi. Oddiy misol, Anvar aka mashinasini 9 million so'mga sotmoqchi. Xaridor topildi, kelishildi. Notarius yoki rasmiylashtirish jarayonida 1 million 800 ming so'mlik eski jarimalar va ijro ishi borligi chiqdi. Xaridor shubhalandi, aka mashinada yana muammo chiqmaydimi dedi. Kelishuv buzildi. Anvar aka keyin jarimani to'ladi. Lekin xaridor ketib bo'lgan edi. Shu sababli men har doim aytaman, mashina sotishdan oldin jarimalarni tekshiring, taqiq bor yo'qligini biling.
egasining FIH va hujjatlar mosligini ko'ring. 3-guruh. Uy-joy egalari va ijaraga beruvchilar. Bugun ko'pchilik ijara shartnomasini rasmiy qilmasdan uy beradi. Bir tanish bola turibdi, har oy naqd beradi. Shartnoma shart emas deyishadi. Ammo bu juda xavfli. Agar ijarachi kommunal qarz qoldirsa, qo'shnilar bilan muammo qilsa, uyga zarar yetkazsa, sizda yozma shartnoma bo'lmasa, huquqingizni isbotlash qiyinlashadi. Bundan tashqari rasmiy daromad va soliq masalasi ham bor. Masalan, bir odam uyini oyga 3 million so'mdan ijaraga beradi. Bir yil davomida 36 million so'm daromad oladi. Agar bu masala umuman rasmiylashtirilmasa, keyin soliq yoki boshqa idoralarda savol tug'ilganda, odam men bilmagandim deb qutulib ketaman deb o'ylaydi. Lekin bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Eng to'g'ri yo'l ijara shartnomasini rasmiy qilish, to'lovlarni imkon qadar iz qoldiradigan shaklda amalga oshirish. Kommunal to'lovlarni kim to'lashini yozib qo'yish. 4-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Agar siz savdo qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, uyda tikuvchilik, remont, taksi yetkazib berish. Internet orqali savdo bilan shug'ullansangiz, daromad va xarajatlaringizni tartibga soling. Bugun kichikdek ko'ringan operatsiyalar ertaga katta savolga aylanishi mumkin. Bank kartangizga har oy 27 million so'm tushsa, lekin siz rasmiy daromad ko'rsatmasangiz, tizimda nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Men bir misol keltiraman. Sardor ismli yigit internet orqali telefon aksessuarlari sotadi. Pulning hammasi shaxsiy kartasiga tushadi. Oyga 25 million so'm aylanma bor, foydasi 5-6 million so'm. U men kichkina savdogarman deb o'ylaydi. Lekin 12 oyda kartadan 300 million so'm aylanadi. Keyin bank kredit so'raganda bu pul qayerdan deb so'rashi mumkin. Soliq organlari ham tushuntirish talab qilishi mumkin. Agar hammasi qonuniy, oddiy va tushunarli bo'lsa, muammo yo'q. Lekin hech qanday hisob-kitob bo'lmasa, odam o'zi qiynaladi. 5-guruh ijtimoiy yordam, nafaqa, pensiya, aliment yoki subsidiya oladiganlar. Bu yerda eng muhim narsa ma'lumotlarning to'g'riligi. Oiladagi a'zolar soni, daromad, yashash manzili, bolalar hujjatlari, nikoh yoki ajrim holati noto'g'ri bo'lsa, ariza rad qilinishi yoki to'lov to'xtashi mumkin. Ba'zan odam o'zini aybdor deb ham bilmaydi. Masalan, turmush o'rtog'i boshqa viloyatda ro'yxatda, o'zi boshqa joyda yashaydi, bolalarining hujjatlari to'liq emas. Tizim esa buni nomuvofiqlik deb ko'radi. Agar sizning ayda kartangiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, avtomobilingizda jarima va taqiq bo'lmasa, mulkingiz kadastrda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bank kartalaringiz o'z nomingizda bo'lsa, soliq va kommunal qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. O'zgarishlar tartibli odamga zarar qilmaydi. Aksincha, tartibli odam uchun xizmatlar tezlashadi. Masalan, siz davlat xizmatlari markaziga borasiz yoki MyPochtkov.uz orqali ariza topshirasiz. Hujjatlaringiz mos, telefon raqamingiz o'z nomingizda, bank kartangiz o'z nomingizda, elektron imzo yoki identifikatsiya vositalaringiz tayyor. Bunday holatda ko'p ishlar bir necha daqiqada yoki bir necha kunda bitadi. Muammo asosan ma'lumotning bir joyda boshqacha, boshqa joyda boshqacha bo'lgan odamlarda chiqadi. Birinchi nozik jihat, telefon raqami. Ko'pchilik buni jiddiy qabul qilmaydi. Lekin bugun ko'plab xizmatlar SMS tasdiqlash orqali ishlaydi. Agar telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, masalan, akangiz, otangiz yoki eski tanishingiz nomida bo'lsa, keyin bank, davlat xizmati, elektron kabinet, ilova, to'lov tizimlarida muammo bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman, asosiy telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsin. Ayniqsa bank kartasi, davlat xizmatlari va shaxsiy kabinetlarga bog'langan raqam juda muhim. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasini boshqaga berish. Ukam ishlatib tursin, xotinim kartamdan foydalansin, do'stimga pul tushib tursin degan holatlar ko'p. Lekin karta kimning nomida bo'lsa, pul aylanmasi ham o'sha odamga tegishli deb qaraladi. Agar kartangizdan shubhali yoki katta pul aylansa, savol sizga keladi. Shuning uchun kartangizni begonalarga bermang. Oilada ham imkon qadar har kim o'z kartasidan foydalansin. 3-nozik jihat, kadastrdagi xatolar. Uy maydoni hujjatda saqamini kvadrat metr, amalda 20 kvadrat metr bo'lishi mumkin. Qo'shimcha qurilgan xona rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. Yer chegarasi qo'shni bilan og'zaki kelishilgan, lekin hujjatda boshqacha bo'lishi mumkin. Bular uy sotish, meros, garov, kredit, subsidiya. Buzilish yoki kompensatsiya masalalarida juda katta muammo tug'diradi. Bugun vaqt bor ekan, kadastr hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. 4-nozik jihat, meros masalasi. Ota-onadan qolgan uyda aka-uka, opa-singillar yashab yuradi.
lekin meros rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Yillar o'tadi, kimdir chet elga ketadi, kimdir vafot etadi, kimningdir farzandlari paydo bo'ladi. Keyin uyni sotish yoki bo'lish kerak bo'lganda masala murakkablashadi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. 10 yil oldin bitishi kerak bo'lgan meros ishi keyin 2-3 yil sudma-sud yuradi. Shuning uchun merosni vaqtida rasmiylashtirish kerak. 5-nozik jihat aliment va ijro qarzlari. Ba'zi odamlar aliment yoki sud qarorini e'tiborsiz qoldiradi. Keyin to'layman, kelishib olganmiz, rasmiy emas deyishadi. Lekin ijro hujjati bo'lsa, u tizimda turadi. Bu avtomobil sotish, chet elga chiqish, bank operatsiyalari. Ayrim rasmiy harakatlariga ta'sir qilishi mumkin. Agar qarzingiz bo'lsa, ijro byurosi bilan bog'laning, to'lov rejasini aniqlang, kvitansiyalarni saqlang. 6-nozik jihat, chet elga chiqadiganlar. Agar siz 2026 yilda yoki undan keyin ishlash, o'qish, davolanish yoki sayohat uchun chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, pasport muddati, taqiq bor yo'qligi, jarimalar, aliment, kredit qarzlari, sud qarorlari masalasini oldindan tekshiring. Aeroportga borib, o'sha yerda sizda cheklov bor ekan degan gapni eshitish eng yomon holat. Chipta, mehmonxona, viza, ish beruvchi bilan kelishuv hammasi kuyishi mumkin. 7-nozik jihat tanishim hal qilib beradi degan fikr. Men ochiq aytaman. Raqamli tizim kuchaygan sari tanish bilishning roli kamayadi. Chunki tizimda qarz bo'lsa, hujjatda xato bo'lsa, baza mos kelmasa, oddiy xodim ham uni ko'rib turadi va ko'pincha chetlab o'ta olmaydi. Shuning uchun eng kuchli tanish bu sizning tartibli hujjatingiz. Toza kredit tarixingiz, to'langan qarzingiz va rasmiy ma'lumotlaringizdir. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili to'g'ri yozilganmi? Qarang. Agar xato bo'lsa yoki eskirgan bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring. O'zingiz bilan ID karta, eski pasport bo'lsa, uni nikoh guvohnomasi, ajim haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki zarur bo'lgan boshqa asos hujjatlarni oling. Agar oldindan bilmoqchi bo'lsangiz, my.gov.uz orqali kerakli xizmatni qidiring yoki 1108 qisqa raqamiga murojaat qilib ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, yashash manzilingizni tartibga keltiring. Siz qayerda ro'yxatda turibsiz, amalda qayerda yashayapsiz, oilangiz qayerda ro'yxatda, bularni aniqlang. Ayniqsa bolalar maktab, bog'cha, poliklinika, nafaqa va subsidiya masalalarida manzil juda muhim. Agar ko'chib o'tgan bo'lsangiz, ro'yxat masalasini cho'zib yurmang. 3-qadam, bank kartalaringizni tekshiring. Qaysi kartalar sizning nomingizda, qaysi ilovalarga ulangan? Telefon raqami kimning nomida? SMS kimga boradi? Bularni tartiblang. Ishlatmayotgan kartangiz bo'lsa, bankka borib yoptiring yoki holatni aniqlang. Begona odam ishlatayotgan kartangiz bo'lsa, darhol to'xtating. Pul tushumlari bo'yicha tushunarli izoh bo'lsin. Agar savdo yoki xizmatdan pul olayotgan bo'lsangiz, rasmiy faoliyat shaklini tanlang. 4-qadam, qarzlaringizni tekshiring. Yo'l jarimalari, soliq qarzi, kommunal to'lovlar, kredit, aliment, ijro qarzlari bo'yicha alohida ro'yxat tuzing. Men oddiy usul taklif qilaman. Daftar yoki telefoningizda jadval oching. Birinchi ustunga qarz turi, ikkinchi ustunga summa, uchinchi ustunga qayerga to'lash kerakligi, 4-ustunga oxirgi muddat, 5-ustunga kvitansiya raqamini yozing. Masalan, yo'l jarimasi 1000 so'm, soliq qarzi 1000 so'm, elektr qarzi 300 so'm, jami 610 so'm. Buni ko'rgan odam nima qilishni biladi. Ko'rmagan odam esa menda muammo yo'q deb yuraveradi. 5-qadam, mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Uyingiz, yer uchastkangiz, do'koningiz, garajingiz bo'lsa, kadastr hujjatini ochib ko'ring. Egasi kim? Maydoni qancha? Manzil to'g'rimi? Qo'shimcha qurilishlar rasmiylashtirilganmi? Agar uy bir nechta merosxo'rga tegishli bo'lsa, hammaning ulushi aniqmi? Agar shubha bo'lsa, kadastr idorasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Notariusdan maslahat oling. Hujjatlarni skaner qilib, elektron nusxasini ham saqlab qo'ying. 6-qadam, ijara oldi sotdi, kelishuvlarni yozma qiling. Uy ijaraga bersangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada uy manzili, ijara muddati, oylik to'lov miqdori, kommunal to'lovni kim to'lashi, depozit bo'lsa miqdori, uydagi jihozlar ro'yxati, zarar yetkazilsa kim javob berishi yozilsin. Masalan, uyda muzlatgich, kir yuvish mashinasi, televizor, konditsioner bo'lsa, bularni alohida yozib qo'ying. Keyin bor edi, yo'q edi degan tortishuv bo'lmaydi. 7-qadam, tadbirkorlik faoliyatingizni rasmiylashtiring. Agar siz doimiy pul topayotgan bo'lsangiz, bu shunchaki yordam emas, faoliyat bo'lishi mumkin.
o'zini o'zi band qilish yoki tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa shakllar haqida ma'lumot oling. Soliq organining rasmiy sayti Davlat xizmatlari markazi yoki buxgalter maslahati orqali eng mos yo'lni tanlang. Bu sizni kelajakdagi savollardan himoya qiladi. Rasmiy daromad sizga kredit olishda, subsidiya yoki ipoteka masalasida ham yordam beradi. 8-qadam, oilaviy hujjatlarni tekshiring. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, ajrim hujjati, vasiylik, aliment kelishuvi, meros hujjatlari, bularning hammasi tartibli papkada tursin. Men har bir oilaga hujjat papkasi qilishni maslahat beraman. İçida asl hujjatlar alohida, nusxalar alohida, elektron skanerlar telefonda yoki bulutli xotirada saqlansin. Favqulodda vaziyatda qayerdan nima olishni bilasiz. 9-qadam, rasmiy manbalardan tekshirishni odat qiling. YouTube'da yoki mahalla suhbatida eshitgan har bir gapga ishonmang. 2026 yil 28 avgustdan hamma narsa bloklanadi. Hamma jarimaga tortiladi. Hammaning kartasi yopiladigan gaplar tarqalsa, avval rasmiy hujjat bormi? Qaror raqami bormi? Qaysi idora e'lon qilgan? Kuchga kirish sanasi nima? Kimlarga tegishli istisnolar bormi? Shularni tekshiring. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Vahima eng yomon maslahatchi. Lekin beparvolik undan ham yomon. Agar hujjatingizda xato bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga boring va shaxsiy ma'lumotlarimni aniqlashtirish va tuzatish bo'yicha murojaat qilmoqchiman deb ayting. O'zingiz bilan xatoni isbotlaydigan hujjatni olib boring. Masalan, tug'ilgan sana noto'g'ri bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, familiya masalasi bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjati, manzil masalasi bo'lsa, uy hujjati yoki ro'yxatga olishga asos bo'ladigan hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar qarzingiz borligini bilmasangiz, tegishli ilovalar va rasmiy portallar orqali tekshiring. Yo'l jarimalari uchun transport va jarimalar bo'yicha rasmiy xizmatlardan soliq uchun soliq kabinetidan, kommunal to'lovlar uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilot ilovalaridan foydalaning. Agar ijro qarzi bo'lsa, majburiy ijro byurosiga murojaat qiling va qarz summasi, to'lov tartibi, cheklov bor yo'qligini yozma yoki elektron shaklda aniqlang. Agar kadastr muammosi bo'lsa, mulkim bo'yicha kadastr ma'lumotlarini tekshirish, xatolik bo'lsa tuzatish, qo'shimcha qurilish bo'yicha maslahat olish deb murojaat qiling. Hujjatlarni olib boring. Kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, meros hujjati, hokim qarori yoki boshqa asos hujjatlar. Har bir murojaat bo'yicha ariza raqamini saqlab qo'ying. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar tadbirkorlikni rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, avval faoliyatingizni yozib chiqing. Nima sotasiz? Oyiga taxminan qancha tushum bo'ladi? Xarajat qancha? Mijozlar kim? To'lov naqdmi yoki karta orqalimi? Shu ma'lumot bilan soliq maslahatchisi, buxgalter yoki davlat xizmatlari markaziga borsangiz, sizga mos shaxsni tanlash oson bo'ladi. Azizlar, 2026 yil 28 avgust sanasidan qo'rqish kerak emas. Asl masala boshqa. Hujjatlarimiz, qarzlarimiz, mulkimiz, kartalarimiz, telefon raqamimiz, ro'yxatimiz tartibdami yoki yo'qmi? Agar tartibda bo'lsa, hech qanday shok yo'q. Agar tartibsiz bo'lsa, bugundan boshlab tuzatish kerak. Men sizga vahima emas, aniq reja berdim. Hujjatlarni tekshiring, manzilni to'g'rilang, qarzlarni aniqlang, kartalarni tartiblang, kadastrni ko'ring, ijara va savdoni rasmiy qiling, rasmiy manbalarga tayangan holda ish yuriting. Sizningcha odamlar eng ko'p qaysi masalada qiynaladi? Hujjatdami, qarzdami, kadastrdami yoki bank kartalaridanmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda sizga eng muhim o'zgarishlarni oddiy, tushunarli va amaliy tarzda tushuntirishda davom etaman.